Assalomu alaykum. Quyidagi tenglamada berilgan noma'lum x ni topish so'ralyapti. Bu misolni yechishni eng sodda usullaridan birini ko'ramiz. Ya'ni 10 dan qanday sonni ayirsak, natijamiz 7 chiqadi. Bu 3 ga teng bo'lsa, 10 dan 3 ni ayirsak, natijamiz 7 ga teng bo'ladi. Endi buni 3 ga tenglasak, 6 ni qanday songa bo'lsak, natijamiz 3 bo'ladi. 6 ni 2 ga bo'lsak, natijamiz 3 bo'ladi. Endi 3 dan qanday sonni ayirsak, natija 2 ga teng bo'ladi. Demak, bu ifodani 1 ga tenglasak, 3 dan 1 ni ayirsak, natija 2 ga teng bo'ladi. Bu 1 ga teng bo'lish uchun 2 taqsim 1 plus 1 taqsim x teng 1. 2 ni qanday songa bo'lsak, natijamiz 1 chiqadi. 2 ni 2 ga bo'lsak, natija 1. Demak, mahrajimizni 2 ga tenglab qo'ysak, misolning javobi chiqadi. 1 plus 1 taqsim x teng 2. 1 ga 1 ni qo'shsak, javob 2. Demak, 1 taqsim x teng 1 ga teng bo'lishi kerak. Bundan x ni topsak, x teng 1. Javob x teng 1.